Nimaga kirdim? Nimaga kirdim bu yerga? Men qo'rqich edim o'zi. Nimaga kirdim? Bu yerga nimaga kirdim? Aytgancha-ku, mana shu hafta program hali bo'ldi-da. O'ylab qoldim. Nima mashina olsam bo'lar ekan deb. O'shanga sizdan so'ramoqchi edim. Mashina olsam bo'ladi, oka? Oka. Nima o'tirding ukam? Qanaqa mashina olsam bo'ladi so'rolmasin. Ha, eshitdim uni. Davom et tur. Keyin Telefonim qani? Guli telefonim yo'q. Paypog'im qani? Oyi, paypog'im qani? Oyi, bitta narsaga o'tirib fokus qila olmayotganingizdan, qizingiz yosimda telefonni olib qarab olib, soatlab dars qila olmayapsiz, to'g'rimi? Siz adajatganlarda erinchoq emassiz, просто sizda ADHD bor. ADHD nima deysizmi? Hozir tushuntirib beraman, faqat videoni o'tkazib yubormang. Salom, mening ismim Sho'xkar. 4 yildan beri teachingda faoliyat yuritib boraman va hozir SAT makonda English mentorman. ADHD nima? ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bu nima degani? Biror bir narsaga, o'zingiz yoqtirgan biror bir narsaga juda ham katta fokusda bo'lish, juda ham ko'p e'tibor berib yuborish yoki siz yoqtirmagan narsaga juda qisqa muddat fokusingizni qarata olishingiz, keyin distracted, ya'ni chalg'ib qolishingizga ataladi. Bu narsa Alex Krichner tomonidan Shotlandiyada 18-asrda diagnoz qo'yilgan. ADHD faqatgina yosh bolalarda bor degan myth bor, ya'ni har xil afsonalar yuradi odamlarning ichida, lekin bu mutlaqo noto'g'ri. Kattalarda ham bu narsa uchraydi. Yosh bolalarda o'sha to'polonchi bolalar, bitta joyda o'tirmaydi, aytasizlar, to'polonchi, sho'x bola deysizlar-ku, ana o'shalarda ADHD bo'ladi. Lekin yosh kattalarda ham buni simptomlari bor. Misol uchun, kunini tartibli olmagan do'stingiz. Qarasangiz bir xil payt soat 7 da turib oladi ertalab, qarasangiz 12 da ham turmagan bo'ladi. Mana shu birinchi misoli. Yoki o'zini boshqara olmasligi, ya'ni emotsional holatini boshqara olmasligi. Bugun juda ham xursand bo'lib yursa, ertaga juda ham xafa bo'ladi. Ya'ni ularning kayfiyati juda ham o'ynoqi bo'ladi. Mana shu ham ADHD ning yana bitta simptomi. Yoki boya aytganimdek, yaxshi ko'rgan narsasiga juda ham ko'p e'tibor beraveradi yoki qiziqmagan, lekin unga kerakli bo'lsa ham u narsaga fokus qarata olmaydi. Mana shu narsa agar sizda bo'lsa, siz demak ADHD qurbonisiz. O'zi bu qanday ishlaydi? Oddiy odamlarning miyasi sal boshqacharoq. Miyasini ishlasa korteksi, ya'ni Alex Herberman ingliz tilida juda ham clear qilib tushuntirib bergan, ya'ni juda ham ochiq va tushunarli qilib tushuntirib bergan. Ingliz tilini tushunadigan odamlar o'sha Alex Herbermanning ADHD haqidagi videosiga o'tsanglar bo'ladi. U miyani shunaqa ishlaydi-ki, ADHD dagi odamlarning miyasi boshqa odamlarning miyasiga qaraganda juda ham farqli ravishda ishlaydi. Ya'ni qachonki bizning dopamin sistemamiz, ya'ni dopaminimiz juda ham yuqori bo'lganda, ya'ni ADHD'si bor odamlarda, o'zimda ham ADHD bo'lgan, shuning uchun bu narsa haqida o'rganganman. Ya'ni fokusim juda past bo'lgan. Telefon o'ynayverardim, kim gapirsa ketaverardim, o'shaning uchun mana shu narsani o'rganib chiqqanman. Va ADHD'si bor insonlarda qachonki dopamin baxt gormoni deyshadi, mana shu narsa baland bo'lganda, ularda ishlash, ya'ni fokus qaratish juda ham yaxshiroq bo'ladi qolgan insonlarga nisbatan. Qolganlarda naborot dopamin balansda bo'lgan paytda ular yaxshi o'tirib, joyda bitta yaxshi fokusda ishlash oladi. ADHD bor insonlarda esa umuman boshqacha. Xo'p, oka, endi o'zingiz bundoq SAT bilan o'rganib, ingliz tilidan mentor bo'lib yurgan ekansiz. Buni zallaga ham chiqqan ekansiz, bundoq formalaringizni ko'rib turibmiz, do'st. Qanaqa fokus qaratdingiz desangiz, bularni ancha o'rganishlar, ChatGPT bilan ishlab, okalardan maslahat so'rab deydi-yu, o'shanaqa qilib o'rganganman. Xo'p, birinchi anaqam pomidoro. Hamma bilsa kerak buni. Pomidor yeyish emas, pomidoro 25 minut, boshlang'ich bo'lsangiz 15 minut, 5 minut yoki agar o'sha men o'zimga ishonaman desangiz 25 minut, 5 minut. Qanaqa bo'ladi bu? 25 minut hamma narsadan, dunyodan uzilib, oyingizga bolam mashhurdan tashlab chiqib bersa, yo'q, oya men dars qilyapman deb hammaga tushuntirib, telefoningizni samolyot turadigan joyiga qo'yib qo'yasiz-da, olasiz. Hamma butun dunyodan uzilasiz. O'qiyotgan narsangizga darsingizni o'tirib shu darsni qilasiz. Xullas, oyingizga ovqat tashlab ber, po'chon olib chiqib berga yo'q deb turasiz-da, o'tirib dars qilasiz.
Xo'p, dars qilishni boshladingiz. Endi nimaga bu 25 minut desangiz, odamni bitta narsaga fokus qaratib olishi 12 minut vaqt ketar ekan olimlarning gapligi bo'yicha. 12 minut bitta narsaga shunday miyangiz ulanish uchun 12 minut vaqt ketar ekan boshqa narsaga chalg'amaslik uchun. Har xil narsaga chalg'ib turganingizdan keyin miya ham charchaydi. Qiyin o'ziga bosim olmaydi. Agar siz 25 minut ichida bitta narsa bilan shug'ullansangiz, keyin yana 5 minut miyani dam oltirsangiz, reels ko'rib emas, prosta bunday ko'zingizni yumib, ochiq havoda nafas olib 5 minut dam olasiz. Keyin yana boshqa 25 minutlik ishingizni boshlashingiz bo'ladi. O'shanda 1 soatda qanaqadir produktiv nimadir olasiz. Agar kuniga 8 ta yoki 6 ta pomidor metodikasini qiladigan bo'lsangiz, siz produktiv ishlay olasiz. Ana o'g'aylar aytadi-yu, men 8 soatlab dars qilyapman, hech rezultat yo'q, yo umuman bo'lmagan narsa. U reels ko'rgan, boshqa narsa qilgan, chalg'ilib dars qilgan. Agar siz fokus bilan shunday miyangizni o'sha narsaga qaratsangiz, 4 soat, 5 uzog'i bilan 5 soat kuniga yetadi yoki 3 soat. Olimpiyskiy chempionlar kuniga 6-7 soat dars qiladi. Ular olimpiyskiy chempion nimadirlarni aniq qilishi ham mumkin. O'sha fanda yangi narsani ixtiro qilib, kashf qilishi ham mumkin. Ular kuniga 6-7 soat dars qiladi. Siz og'ayingiz qayerda 8 soat dars qiladi. Hali elementary bo'lib yotibdi. Xo'p, birinchisi pomidor usuli ekan, ya'ni 25 minut ish, deep work, 5 minut dam ekan. Xo'p, ikkinchi usulimiz scheduling, ya'ni schedule qilib olishimiz kerak, ya'ni tartibga keltirib olishimiz kerak haftamizni, kunimizni yoki umuman oyimizni. Men hafta qilganman, ya'ni dushanba kuni nima qilaman, chorshanba kuni nima qilaman, juma kuni nima qilaman, ya'ni payshanba kuni nima qilaman. Ana o'shanda menda road map bor. Chalg'imayman, nima qilishim kerakligini bilaman. Hech kim mening tepamga kelib eslatib turishi shart emas. Ya'ni schedule qilib olganman, maqsadim aniq va o'sha yo'ldan yuraman. Agar sizda maqsadingiz belgilangan, aniq bo'lsa, siz o'sha joyga borishingiz osonroq bo'ladi. Misol uchun, qarangda, men sizda mashina bor, lekin road map yo'q, ya'ni navigator yo'q. Lekin navigatoringiz bor, ya yo'qsiz. Kim birinchi bo'lib destination, ya'ni manzilga yetib boradi? Road map, ya'ni qo'lida navigator bor odammi yoki mashinasi bo'lsa ham hech qayerga borishini bilmayotgan odammi? Ya'ni sharoitlar emas, har doim ham bizni yo'limizni oxirgi destinationimizni bilib olishimiz kerak. Siz ham Garvard, Oxford, Stanford kabi top universitetlarga grant yutishingiz uchun SAT sertifikati kerak. SAT ni esa eng yuqori natijani qo'lga kiritgan ustozlar va eng qulay lokatsiyalarda, ya'ni SAT makonda o'rganishingiz mumkin. Agarda siz ham shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bog'laning. Uchinchi beradigan maslahatimiz bu o'zingiz mukofotlab turing. Juda ham ko'p bolalarni ko'rganmiz, kuniga juda ham ko'p soatlab o'qishadi, har kuni o'qishadi, ya'ni nechtadir to'garaklar qilib tashlashganda, lekin o'zligini o'ziga mukofotlashmaydi. Inson har bitta misol juda ham qattiq mehnat qildingmi, bu tana, bu miya, bu nafs deydi, to'g'rimi? Ana o'sha narsalar o'ziga mukofot xohlaydi. Misol uchun bekor chempionatlarning oxirida kubok bermaydi yoki telefon o'ynayapsiz, mana qilyapsiz, sizga qanaqadir tangalar beradi, to'g'rimi? PlayStationda kontrol o'ynaysizlarmi? Har bittasi o'z yutug'i bor, to'g'rimi? Qanaqadir rankinglar qilib qo'yishgan. Bu bizning dopamin sistemamizga men level up bo'laman, men zo'r bo'laman, men qanaqadir nimalargadir erishdim degan chustvani, ya'ni hissiyotni beradi-da. O'zidan o'zi hali ishlayvermaydi, odam ishlashga tug'ilmagan o'zi. Aslida dam olishga tug'ilganmiz. Ana o'sha narsani berish kerak odamga, ya'ni o'zingizni miyangizga. Burnout bo'lib ketamiz, har kuni bir xil hayot, bir xillik, jonga tegdi deydigan bo'lsangiz, o'zingizga har xillikni kiritib oling. Misol uchun, siz har kuni reading qilib boryapsiz, o'shaning o'rniga listening. Mana bugun listening reading qilaman, ertaga listening grammatika, indinga grammatika reading, undan keyin math yechaman, zalga boraman deng. Haftada bir marta qanaqadir siz maza qiladigan bitta qanaqadir ish qilib oling, activity qo'shib oling o'zingizga. Ya'ni kino ko'rasizmi, bolalar bilan ko'rishasizmi, CS:GO o'ynaysizmi, qizingiz bilan ko'rishasizmi, farqi yo'q. Xohlagan o'zingizga yoqadigan bitta vazifani tanlab olib, o'shani bir haftada bir marta yoki bir haftada 2 marta tanlab oling. Ya'ni me time deydi, o'zimni vaqtim, menga berilgan vaqt deb qo'yib oling o'zingizga. Ba'zida bitta o'zingiz o'rganishingizdan ham protsess sekinlashib boradi va zerikarli bo'lib boradi. Odamzod o'zini birov bilan solishtirib, compare qilib katta bo'lganda, baribir shu paytgacha kelgan. Ana o'shaning uchun ota-onangiz ham sizni qo'shnining o'g'li bilan solishtiradi-yu, miyangiz o'rgan bo'lgan o'shanga. O'shaning uchun o'zingizga bitta shu nima, SAT o'rganyapsizmi yoki English o'rganyapsizmi yo math o'rganyapsizmi, nima o'rganyapsiz? O'shani o'rganayotgan insonni sherik topib oling va o'sha inson bilan birgalikda o'rganing. Va o'rgangan narsalaringizni share qilib borsangiz, birinchidan faqat o'qirmaysiz, birovdan eshitib ham o'rganasiz. Ikkinchidan o'rgatgan odam esida yaxshiroq ham qoladi. Ana o'shanda esingizda ham yaxshiroq qoladi va sherik bo'ladi sizga birga o'sish uchun. Ya'ni attention deficit hyperactivity disorder, ya'ni ADHD si bor insonlarga baribir sherik kerak. Ya'ni ADHD friendly habits deydi. Ya'ni ADHD si bor insonlar uchun odatlarda bu narsa ham bor. Qanaqadir do'st topib, o'rganib, o'sha bilan birga o'sish
Bu teamwork deydi. Bu har doim ADHD'si bo'ladimi, ADHD'si bo'lmaydimi, hammaga foydali bu narsa. Endi ba'zi bir paytlarda umuman rezultat ko'rmayapman deb ham burnout bo'lib ketadigan, ya'ni umuman o'qishni tashlab qo'yadigan o'quvchilar ham bo'ladi. Bu juda ham og'ir situatsiya. Ko'pchilik o'quvchilarda bo'ladi, men rezultat ko'rmayapman deydi. Lekin siz rezultat ko'ryapsizmi, ko'rmayapsizmi, sizga u narsa bilinmaydi. Misol uchun, zalga yoki har xil boshqa trenirovka qiladigan odamlarga o'ziga o'zi o'sayotgani bilinmaydi yoki yoshlik paytlaringizda yoki o'sayotgan paytlaringizda eslang, o'zingizga bo'yingiz o'sayotgani bilinmaydi, lekin unda ko'rib, "Voy, katta bo'lib qolibsanmi?" deyishadi. Ya'ni har bitta narsada, ya'ni rezultat yoki progress xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zingizga unchalik bilinmaydi. Bilinishi uchun boyagi time schedule bor-ku, men sizga aytganim. O'sha narsa juda ham yordam beradi. O'sha narsani sticking, ya'ni belgilab keting. Buni qildim, buni qildim, buni qildim. Haftaning oxirida voy, mana shuncha narsa qilib qo'yibman-ku deysiz o'shanda ko'rib. Ya'ni 20 ta narsa qilib bo'lgan bo'lasiz. Xayolingizda qilmayotgandek tuyulasiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, aytganimdek, o'sha narsa sizga, ya'ni o'zingizni o'zingiz reward qilish bilan ham bugun mana shuncha narsa ish qilib qo'ydim, endi bugun dam olaman degan narsani bera olasiz. Mana shu narsa orqali. Ya'ni siz o'zingizni qanchalik mehnat qilayotganligingizni o'zingiz vizual ko'rishingiz kerak. Ya'ni o'sha timetable-da mana bugun 50 ta so'z yodlayman dedingiz va so'z yodladingiz. Shu narsani bundoq qilib belgilab qo'ying, bu ishni qilib bo'ldim deb. Haftani, oyni, yilni oxiriga borganda ancha-muncha ish qilib qo'yibman deb o'zingizdan faxrlanasiz va bu keyingi ishlaringizga sizga davomiy bo'lishiga yordam beradi. Mana videoda biz ulashmoqchi bo'lgan narsalar mana shulardan iborat edi. Endi sizga bir oy vaqt, endi progressda bir oy qilib ko'ring. Agar o'xshamasa, adez aytganda rostdan ham dangasa odam bo'lasiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Ha aytgancha, dangasa do'stingizga ham jo'natishni unutmang.